Assalomu alaykum. Qadri baland, qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog'lommisizlar? Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda mana yana sizlar bilan diydorlashdik. Bugun sizlar bilan birgalikda tandirga bichak qilamiz. Kadidan, manaki, kadilarni qirg'ichdan nima qilib olib, tayyorlab olganman. Mana piyozlarni to'g'rab, bunga hozir ziravorlar solamiz. Osh xamirlarni qilib qo'yganman. Manaki o'rtacha yumshoqlikda tayyor turibdi. Hozir bunga kerakli ziravorlarni solamiz, yog' solamiz. Keyin xamirni erkin surpada yoyib olamanda, turbicha kesib olaman. Tandirga yopish jarayonlarini tayyor bo'lganini ko'rsataman yana sizlarga. Hozir bunga universal pripravamdan solaman manaki. Buni ichida hamma narsa bor. Zira, murch, kashnich, paprika, hammasi bor mana. Mana shu ziravorimda o'zi yetarli. Kerakcha yog' solamiz. Tuz solamiz, tabga qarab. Hammasi tabingizga qarab solasiz. Mana shunday holatda turadi. Hozir xamirni yoyib olganimdan keyin buni aralashtirib tugamiz. Mana xamirimizni 3 ta zuvolaga ajratib oldim. Hozir mana shularni taxtay o'qlovda kattartirib, turbucha qilib kesib olaman. Judayam ajoyib bichak bo'ladi. Yangi kadidan Xudo xohlasa o'xshab chiqadi. Azizlarim, turburcha qilib manaki kesib oldim, yoyib. Endi buni manaki massamizni chiroyli qilib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana endi buni tugishni boshlaymiz. Bismillah. Tuzlarini, yog'larini, hamma narsasini rostlab oldim. Mana endi buni mana shunday qilib tugamiz. Hammasini shu tarzda tugib olaman hozir. Manaki azizlarim, tandirga bichaklarni yo'qib oldim mana. Xudo xohlasa zo'r chiqadi. Mana yog'lari oqib, hidlari shunaqa gurkirab chiqyapti. Buni sariyog'lar bilan yog'laymiz hozir. Mazza. Mana birin-ketinlikda bichaklarimiz pishib chiqyapti. Hozir buni yog'layman. Mazali bo'ladi undan ham.
sariyog'qa yog'laymiz. Mana shunaqangi sariyog'qa yog'layman hozir. Manaki azizlarim, mana bichaklarimiz ham tayyor bo'ldi. Manaki yog'lab oldim. Mana orqa oldilari qip-qizilgina bo'lib, juda ham ajoyib chiqdi. Mana bunday домашний qatiqlar bilan iste'mol qilamiz, xudo xohlasa. Xamirlarini yo'qaligini ham qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Mazza. Azizlarim, hammalaringizga yoqimli ishtaha tilayman. Albatta sizlar ham mana shunday bichaklarni tayyorlab yeb ko'ringizlar. Juda ham ajoyib chiqadi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, sog'lik, salomatlik tilayman. Yana yaxshi kunlarda sizlar bilan diydorlashaylik. Kanalim yoqayotgan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada chiroyli izohlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Sog'lik, salomatlikda yana diydorlashaylik. Albatta ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Hammalaringizga yoqimli ishtaha.